Assalomu alaykum, men doktor Boboyev. Bugun sizlar bilan yurak sohasidagi og'riqlar, ya'ni yurak ishemiyasi, nafas qisishlari, ya'ni astma, o'pkani obstruktiv kasalliklari, ya'ni Hobl va har qanday turdagi yo'tallarni dorisiz yo'l bilan qanday qilib davolash mumkin, shu haqida gaplashib o'tamiz. Bizga ma'lumki, organizmda qon tomir sistemasidan tashqari limfa tomir sistemalari ham mavjud. Ya'ni oshqozon ichakda so'rilgan oziq-ovqat mahsulotlari mayda zarrachalar qon tomiriga so'riladi, yirikroq zarrachalar esa limfa tomirlariga so'rilib, epigastral sohaga keladi va epigastral soha orqali kelib, bronxlar atrofidagi limfa tomirlari orqali kelib, chap umr ovosi venasiga kelib qo'yiladi. Oshqozon va jigar atrofidagi limfa tugunlari esa qo'ltiq osti limfa tugunlari orqali kelib, u ham chap umr ovosi venasiga kelib qo'yiladi. Qachonki qorin bo'shlig'i sohasida yalinash kelib chiqadigan bo'lsa, bu masalan buyraklarda yoki idiq qopida, ichaklarda, jigar va oshqozon yarasi va jigar sohasidagi yalinish jarayonida limfa tugunlari kattalashadi va natijada qorin bo'shlig'idagi limfa aylanishi buzilishi hisobiga kattalashgan limfa tugunlari epigastral sohada yig'ilib, nafas yo'llarini qisishi hisobiga yo'tallar yoki astma, Hobelga o'xshagan kasalliklar, oshqozon atrofidagi limfa tugunlari yurak tomirlarini qishishi hisobiga yurak ishemiyasiga o'xshagan kasalliklar kelib chiqadi. Endi o'tgan mavzuda aytganimizdek, oshqozon va jigar atrofidagi limfa tugunlari kattalash natijasida oshqozon va jigar funksiyasi pasayadi. Biz o'tgan mavzuda aytdikki, oshqozon va jigar katta ko'krak mushaklari funksiyasini belgilab beradi deb aytib o'tdik. Natijada katta ko'krak mushaklari kuchga yetish hisobiga uning yuklamasi kichkina ko'krak mushagiga tushadi va kichkina ko'krak mushagi tonusga kirish hisobiga chap umr ovosi venasini qisib qoladi va natijada xuddi paroshni kurukka o'xshab bu jarayon yanada kuchayib boradi. Xo'sh, buni qanday davolash kerak? Endi biz buni davolash uchun limfa aylanishini tiklashimiz kerak bo'ladi. Endi bronxlar atrofidagi limfa tugunlariga ta'sir qilish iloji yo'q, chunki suyaklar bilan qoplangan. Lekin qo'ltiq osti limfa tugunlariga esa biz bemalol ta'sir qilib, limfa aylanishini stimulashimiz mumkin. Masalan, biz chap qo'ltiq osti limfa tugunlarini qo'llarimiz bilan, barmoqlarimiz bilan yaxshilab massaj qilamiz. Barmoqlarni chuqurroq kirgizib stimullaysiz. Bu juda ham og'riqli bo'ladi. Kun davomida 30 sekund, 1 minut davomida qilib turishingiz mumkin. 1 marta yoki 2 marta qilib turishingiz mumkin. Qancha stimullab turadigan bo'lsangiz, oshqozon sohasidagi limfa tugunlari tepaga qarab harakatlanish natijasida limfa tugunlari kichrayadi, yurak sohasi ochiladi va yurak ishemiyasi yo'qoladi. O'ng tomondagi limfa tugunlarini biz qitiqlaydigan bo'lsak, massaj qiladigan bo'lsak, jigar atrofidagi limfa tugunlari kichrayadi. Natijada oshqozon va jigar funksiyasi tiklanishi hisobiga yuqorida aytgandek ko'krak mushaklari tiklanadi, kichkina ko'krak mushagi normal tonusga kiradi, umr ovosi venasi ochilish hisobiga organizmda limfa aylanish tikladi. Natijada yuqorida aytgandek